Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana sizlarga sandvichli dimoxodlarimiz haqida ozgina ma'lumot berib ketamiz. Ko'rib turganlaringdek, ichi ham tashi ham nержавейка bo'ladi. Kansat bermaydi. Qanaqa katyolga qo'yishingizdan qat'iy nazar juda ham chiroyli bo'lib, ko'rib turganlaringdek yaltillab berib turibdi. Xo'p, sifatlari juda ham a'lo darajada bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringdek yaltir-yultir qilyapti. Ichiga steklovata bilan utib qilingan bo'ladi. Ichi ham nержавейка bo'ladi. Sizlarga hozir mana diametrlarini ko'rsatadigan bo'lsak, tashqi diametri mana 19 sm bo'lyapti. Tashqi diametri, ichkisi xo'p mana 150 razmerda bo'lyapti. 15. 150 litr bilan razmerida endi misol tashqarisi 19, ichkarisi 150. Mana ichi shunaqa steklovatalar bilan to'ldirib, utib qilingan qalin holatda bo'ladi. Bu nержавейкаdan qo'yishingizdan maqsad buni qo'ysangiz, kansat olmaydi. Kansat olmagandan keyin ichiga qurum to'lmaydi. Bu silliqligini hisobiga anchunchaki o'ziga ilashmaydi, o'ziga olavermaydi. Ashuna hisobiga katyolingizda hada bir oyda bir marta, 2 oyda bir marta qurumlar ko'rayotgan bo'lsangiz, videoda ko'pchilik dimoxoddan to'lib qolib, dimoxodni tozalab shunaqa. Bu narsada umuman dimoxod to'lmaydi. 1 sezon, 2 sezonda umuman bunday narsa bo'lmaydi. Mabodo 2 sezonda bir to'lib qoladigan bo'lsa, tepasidan va tagidan lyuklarimiz bor. O'zi katyollarimizni ham ko'rgan bo'lsangiz, o'sha lyuklarni ochib turib, achiska qilib tozalab olishlari mumkin. Xohlasalaring, dimoxodlar bir-biriga kiyadi-ku, bir-biridan yechib olib, bag'da pechkani qandayini qoqqandek tozalasa ham bo'ladi. Juda ham qulay ravishda qilib ishlaganmiz. Ko'rib turganlaringdek, mana o'zini shapkalari bor. Bu ham nержавейкаdan qilingan. Bundan chiqayotgan alanga, misol mana katyolda yonyapti deylik, alanga chiqyapti, issiqlik par urib turgandan keyin oddiy tunikada chirish, zanglash bo'ladi terlagandan keyin. Bu nержавейка umuman odoq olmaydi. Sizning nevaralaringizgacha bemalol xizmat qilib bera oladi. Ko'rib turganlaringiz sifatlari juda ham a'lo. Xo'p, bu dimoxodimizning narxi bir donasi 410 ming so'mdan. Steklavataligi 410 ming so'mdan.